mehribon ammajonlarimizga atalgan so'zlar ekan. Dunyoda hamma yaxshi, hammadan amma yaxshi, ammalar yurak naqshi, ammalarning bori yaxshi. Tarozini bir pallasida hamma bo'lsa, birida amma bo'lar. Har bir so'zi ilmoqli, nonushtasi qaymoqli, achchiq so'zlasa ham, shirin so'zlasa ham dunyoda hamma yaxshi ekan. Hammadan ham amma yaxshi ekan. Jannatda jon jigariga savob berolmas hamma, ammo yagona amma qilarkan savobini tuhfa. Qarindoshlardan eng ko'p amma yo'qlansa, savob eshiklari ochilib, jannat darvozalariga yo'l borar ekan. Bizday va sizlarday jigarlarini, jiyanlarini joniga jondosh bo'lib, ammalar duo qilib baxt tomon yo'llar ekan. Men dunyodagi eng baxtli insonman. Meni mehribon ammajonlarim bor. Azizlarim, yoqqan bo'lsa himmatingiz, yoqmasa eshitganingiz uchun tashakkur. Boringizga shukr barchangizni. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Ayniqsa ammajonlarimizdan.